Keling, Dyson PH05 haqida bugun ochiq gaplashamiz. Bozorda shunchaki uyda turishi uchun olinadigan tovarlar juda ham ko'p. Ularning birlari foydali, birlari esa foydasiz bo'ladi. Bugun biz foydali Dyson PH05 haqida gaplashamiz. Agar siz changli hududda yashasangiz, siz nima haqida gap ketayotganini tushunasiz. Chang, quruq havo va tutun, bularning hammasi uy ichida qolishini bilarmidingiz? Men ham oldin havo tozalagichni kerakli buyum emas, balki uni shunchaki interyer uchun ishlatiladigan narsa deb o'ylar edim. Lekin amalda foydalanib ko'rgandan keyin bu uy uchun eng kerakli narsalardan biriligini bilib oldim. Dyson PH05 uning asosiy ustunligi bir vaqtning o'zida 3 ta vazifani bajaradi. Havoni tozalaydi, namlaydi va sovutadi. Ya'ni u shunchaki havoni aylantirmaydi, balki uni nafas olish uchun qulay qiladi. Endi muhim jihat, bu qanday ishlaydi? Bu yerda 3 bosqichli filtr tizimi bor. HPH13 eng mayda zarrachalarning 99-95% gacha ushlab qoladi. Uglerod filtri hid va gazlarni yo'q qiladi va alohida katalizator formaldegidni parchalaydi. Bundan tashqari yangi K-karbon filtri ham bor. U zararli gazlarni yanada samarali ushlab qoladi. Masalan, oshxonada yoki tashqi iflos havodan keladiganlarni. Bu yerda suvni UV orqali tozalash tizimi bor. U bakteriyalarni 99.9% gacha yo'q qiladi. Ya'ni siz shunchaki havoni namlamaysiz. Buni xavfsiz tarzda qilasiz. Yana bir muhim jihat, qurilma o'zini avtomatik tarzda tahlil qiladi. Suvni, changni, ifloslanishni va havo haroratini o'zi avtomatik tarzda tahlil qilib, uni xonaga moslashtiradi. Endi savol, buni qanday tekshirish mumkin? Eng oson uslubi bu oynani ochishingiz. Oynani ochganingiz bilan sistemadagi hamma ma'lumotlar darhol o'zgaradi. Yana bir maslahat, qurilmani biroz ishlatganingizdan so'ng filtr sistemasini ochib, tekshirib ko'ring va siz hayron qolasizki, u yerda qanchalik ko'p mikroblar va iflosliklarni ko'rganingizdan keyin. Bu qandaydir wow gadjet emas. Bu 2026-yilda uyingizda bo'lishi zarur bo'lgan eng kerakli texnikadan biridir. Umid qilamanki, bu video siz uchun foydali bo'ldi. Biz faqatgina ochiq va tajribali fikrlar bilan ulashishga harakat qilamiz. Va aytgancha, MacBro'da ko'rishguncha xayr.